Assalomu alaykum. Men doktor Karabayev, ko'z shifokori. Bugun sizlar bilan ko'z o'ynida xalos bo'lish miflari haqida gaplashamiz. Lazer korreksiya qildirish sizga ko'z o'yinidan butunlay xalos bo'lish imkoniyatini bermasligi ham mumkin. Vaqt o'tib, ko'z olmasi agarda o'sishda davom etadigan bo'lsa, bunda ko'zda minus holatlar yana shakllanishi mumkin va ko'rish o'tkirligi pasayishi mumkin. Bundan tashqari, yosh 40-45 yoshga yetganda ko'z gavharidagi tabiiy kristallizatsiya jarayonlari yuzaga kelishi tufayli ko'z gavhari o'zini nur sindirish ko'rsatkichini o'zgartiradi va shu tufayli yana achiyga ehtiyoj paydo bo'lishi, ko'rish o'tkirligi pasayishi mumkin. Hozirgi kunda tez uchrab turgan miflardan bittasi ko'z mashqlari orqali sizni ko'z o'yinidan xalos qilamiz. Ya'ni bunaqa holatlar, takliflar juda ham ko'payib qoldi. Aslida qanday? Ko'z mashqlari ko'zdagi muskullarni rivojlantirish hamda ko'zdagi ayrim ortopedik nuqsonlarni bartaraf etish uchun buyuriladigan terapevtik usul hisoblanadi, lekin u sizni ko'z o'yinidan xalos qila olmaydi. Sabzi yeyish orqali ko'rish o'tkirligini yaxshilash hamda achiydan xalos bo'lish bu eski miflardan bittasi. Ya'ni sabzi o'z tarkibida A vitamini mahsulotlarini ko'plab saqlaydi. Bu rostdan ham ko'z uchun foydali, ammo sizning ko'zlaringizni achiydan xalos qilish uchun yetarli emas. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'z o'yinidan xalos bo'lishning zamonaviy usullari haqida gaplashamiz.